Qizlarning eng katta xatosi mashinani juda yaxshi ko'rishligida. Voy jonim. Ha endi buncha ishdan keyin senga Lekin yuk motor zarar etishadi. shuncha yildan beri cho'ntagimda telefon olib yuraman. Zararini sezdingmi? Yo'q. Uni ustiga bu Leap Motorda rasmiy diler. Rasman Leap Motorga ruxsat berildi. Jonim yo'qdi, lekin bu salongacha ham yurganim menga umuman yurmagani kerak. Demak sizga jonim turgani kerak. Unaqasi ham bor. Ana shuncha turibdi, egasini kutib. Menga shu bejviy yoqdi. Nafaqat senga, u ko'pchilikka yoqdi. Chiqib zarar emasmi? A to'kka tiqib, ichida o'tirmasang bo'ldi, zarari yo'q. Xotinim telefon qilyaptimi? Mana bunisi zarar. Nima? Hali qo'ymaysan. Shishani solib berdim. Kim tur? Ha, onasi? Nima deysan? Bolalarda bog'chaga borishga mashina kerak? Ha, bo'ldi, mana Leap Motorda. Nima? Zato moshina oldirib